Galdagi faktimiz transportga oid. Bugun zamonaviy jamoat transporti xizmatlarini tashkil etish, aholiga sifatli va xavfsiz harakatlanish imkonini berish ustuvor yo'nalishlardan biri sifatida belgilangan. Bu boradagi ijobiy ishlarni Samarqand shahri misolida ko'rishimiz mumkin. Press turning ilk manzili Samarqand shahar Rasadxona mahallasida joylashgan Cho'pon ota maskani bo'ldi. Aynan shu hududda yangi olib kelingan 30 ta ekologik toza zamonaviy avtobuslar jamoatchilik e'tiboriga taqdim etildi. Ularda barcha texnik qulayliklar, salqinlashtiruvchi tizim, xavfsizlik kamarlari, kameralar, nogironlar uchun tushish, pastlik moslamalari ham mavjud. Samarqand shahrida bosh reja ishlab chiqilgan. Bu bosh rejaga asosan 43 ta yo'nalishlar tarmog'i ishlab chiqilgan. O'sha 43 ta yo'nalishlar tarmog'ida bugungi kunda 509 ta avtobus olib kelinib, mana shu Samarqand shahrining Samarqand aholisida jamoat transportini xizmatini ko'rsatish belgilab o'tilgan. Ushbu avtobuslarni mana birin-ketin olib kelish jarayonlari boshlandi. Dastlab o'sha tadbirkorlarimiz tomonidan avtobuslar, undan keyin mana 100 ta elektrobusimiz olib kelindi va bu avtobuslar o'sha 43 ta yo'nalishlar tarmog'idagi yo'nalishlarda birin-ketin navbat bilan joylashtirilib kelinmoqda. Samarqand shahrida o'sha Yevropa tiklanish taraqqiyot banki orqali yana 250 ta elektrobus olib kelinishi rejalashtirilgan. Shuningdek, bu yerda zamonaviy avtovokzal qurilishi jadal sur'atlarda davom etmoqda. Qurilayotgan mazkur maskan nafaqat yo'lovchilarni kutib olish va kuzatish joyi, balki butun boshli xizmatlar majmuasini o'z ichiga olgan zamonaviy transport markaziga aylanadi. Loyihada 20 dan ortiq xizmat ko'rsatish shoxobchalari, texnik xizmat binolari, ochiq-yopiq restoranlar, tibbiy markaz va hattoki duty free do'koni ham nazarda tutilgan. Yangi avtovokzal Toshkent, Buxoro, Navoiy, Xorazm, Surxondaryo, Qoraqalpog'iston yo'nalishlarida qatnovchi yo'lovchi transporti uchun muhim markazga aylanishi kutilmoqda. Ayniqsa u Qozog'iston, Qirg'iziston, Afg'oniston davlatlari bilan xalqaro aloqalarni mustahkamlovchi tranzit markazi bo'lishi ham rejalashtirilgan. Mazkur ko'rib turgan loyihangiz xalqaro turdagi avtovokzal hisoblanadi. Loyiha qiymati 80 milliard. Bu xalqaro avtovokzalimizda bir vaqtning o'zida e'tibor bering, 100 ta avtobus, 150 ta mikroavtobus va 300 ga yaqin yengil turdagi avtomashinalarga xizmat ko'rsatadi bir vaqtning o'zida. Mazkur avtovokzalimizga 1000 ga yaqin ish o'rni yaratilishi ko'zda tutilyapti. Bu yoqdagi savdo rastalariga mashq xizmat ko'rsatishga albatta har biriga 5 tadan 10 tadan ishchi kuchi kerak bo'ladi.